Alisher Navoiy o'zbek mumtoz adabiyotining eng ulug' vakillaridan biri bo'lib, uning ijodida qit'a va faridlari janrlari alohida ahamiyatga ega. Shoir bu kichik hajmli she'rlar orqali inson hayoti, axloq, ilm va odob haqida chuqur fikrlarni bayon etgan. Qit'a qisqa ammo mazmuni boy she'r bo'lib, unda pand, nasihat, ijtimoiy kuzatuv va hayotiy xulosalar beriladi. Navoiy qit'alarida insonlarning komilliklari, intilishi, halolligi, saxovati, do'stlik kabi fazilatlar ulug'lanadi. Shoir odamlarni ilm olishga, yaxshi xulq bo'lishga undaydi. Fard esa bir baytdan iborat bo'lib, unda katta hikmat jamlangan bo'lib, Navoiy faridlarida hayotiy tajriba va donolik aks etadi. Masalan, mashhur hikmat: oz-oz o'rganib dono bo'lur, qatra-qatra yig'ilib daryo bo'lur. Bu insonni sabr bilan ilm egallashga chorlaydi. Yana bir hikmat: yaxshi so'z jon ozig'i, yomon so'z bosh qozig'i.